Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoyimizda mana bunaqa akfa kotyolimizda 188 xatosi, ya'ni ashibga chiqadigan holatdagi xatoni tuzatish uchun bag'ishlanadi. Oldin aytaman, video uzoq bo'ladi. Ya'ni bitta ko'rsataman nima qilish kerakligini. Besabrlar, sabrsizlar, negativlar, videoni qisqaroq qilish iloji bo'lmasmidi deydigan ayrim aqllilarga bu video nima deydi, ko'plik qiladi. Iltimos sizlar ko'rmasanglar ham bo'ladi. Sizlar shunchaki aqllisizlarki, sizlar shundoq qisqa bo'lsa-ku maza qilsanglar. Xo'p. Bu video aynan shu muammoga duch kelib, o'zi qo'li bilan qila olishi mumkin bo'lgan holatda yechim berish uchun qilayotgan video. Ya'ni palon pulga usta chaqirmasdan ko'chada nima deydi, salqin bo'lib turganda uy salqin bo'lib ketib qolmasligi uchun gaz o'chib, bu kotyol bilasizlar, do'xkontirning suvga ham kotyolga anaqa отоплениyaga ishlaydi. O'shani hisobiga o'chgandan keyin ustani kutasiz, yarim kun, bir kun qachon keladi usta? Palon pul to'laysiz, lekin uyingiz muzlab, batareya yo'q, bu yoqda issiq suv yo'q, o'zingizda muammolar bo'ladi. O'shaning uchun men aytgan ketma-ketlik bo'yicha Xudo xolasa hammasini qilsanglar, o'zingizlar mustaqil qila olasizlar buni. Men bunga ishonaman, chunki unchalik qiyin bo'lmagan narsa. Shunchaki aql ishlatib qilinsa bo'ldi. Xo'p, videoni boshlaymiz. 188 xato chiqdi. Svet o'chib yongandan keyin bo'ladigan bu xato. Qachondir babsilarda ham bo'ladi bu. Endi panikaga tushmaymiz. 188 yondi, mana shunaqa yonib turadi. Endi birinchi yo'li, eng oddiy yo'li, tokdan chiqaramiz, kutamiz, mana bu o'chadi, keyin bitta yoqamiz. Bu ishlab ketish kerak. Ya'ni 5-6 marta qilasiz to ishlamaguncha. Olib tiqdingiz, mana shunaqa chiqurdi, olib tiqdingiz, shunaqa chiqurdi, olib tiqdingiz, chiqurdi. Ishlab ketib qolish ehtimoli 85%. 15% nima deydi? Ishlab ketish kerak. Ishlab ketmasligi 85%, uzr. Buni o'zingiz uchun 4-5 marta tiqing, o'chirasiz, o'chadi, yoqasiz, yonadi, ishlab ketib qoladi, zavat bo'lib. Bo'lmadimi? Demak, bu yerda muammo 5-6 marta qildingiz, bo'lmadimi? Ana endi tasavvur qilaylik, mana shu 5-6 marta qildingiz, bo'lmadi. Tokdan olasiz. Mana bunaqa o'zi sekin o'chadi, bu o'zi kutib tursangiz. Sekin o'chadi. O'chdi, mana 0 bo'ldi. Xo'p, endi kotyolimni men endi yechib qo'yganman. Mana bu yerda qotib turgan bo'ladi o'zi, samarangiz bilan. Uni yechasizlar. Yechgandan keyin bu yerda kreplenasi bor. Tepada ko'rib turibsizlar. Ana bunday qilib yechganingizdan keyin buni sekin yerga olib qo'yamiz. Hop, bu ichki ko'rinishi. Endi nima qilamiz? Hop, tokdan olganmiz, tokda o'chirganmiz, bu yerda o'chgan hammasi. Unaqa nima deydi, xavf tug'diradigan narsa yo'q. Imamda nima deydi, shtekerimiz bor. Shtekerimizni shunaqa olamizki, orqasida bossanglar zamoga borib chiqib ketadi. Mana bu chiqdi mana. Endi buni sizlarga mana ko'rsataman mana. U holat mana bunaqa turdi. Sizlar orqa mana qo'limni tiqdim men bu yoqdan. Mana bunday tiqdimda, mana zamogimdan shop turib, mana bunaqa turgan bo'ladi. Sizlar mana bunday bossanglar ko'tariladi-da, ana chiq tortib olasizlar. O, anta turdi mana. Chiqardim, bo'ldi. Oddiy. Endi shuni tokka olasizlar. Shuni bismillah. Tiqildi. Kutamiz. Hop, tokka tiqamiz, mana bunaqa yonadi, so'ng shtekirib olamiz. Qaranglar. Shtekir olamiz-da. Mana bu joyga. Qaranglar, buni tiqamiz. Qaranglar, bu zavat bo'lyapti. Tiqib olamiz. Hop, ishlab ketdi, ko'rdinglar. Hop. Mana bu mexanizmimizni reduktormi shunaqa deyiladi. Endi adashayotgan bo'lsam, meni kechirasizlar. Aqllilar mabodo ayb topish mumkin. Men usta emasman, chunki prosta bilganimni sizlar bilan bo'lishim bilan gaz yonib turibdi, mana zavat bo'la olmayotgan paytida urganda mana shu bitta tiqsanglar tirs zavat beradi. Mana bular motorchik ishlab ketib
gazimiz ishlashni boshlaydi. Farqi nima? Reduktormi, boshqami? Glavnisi gazimiz bo'lsin, uyimiz issiq bo'lsin, farzandlarimizni sovqotib, video ko'pligidan o'chib qoldi, joyimiz kamligi uchun. Xullas, shunaqa, bu yoqni yana yopib qo'yasizlar, o'zidek qilib, yana ishlab turasizlar. Mabodo yana shunaqa o'chib qolsa, mana shunday men aytganimni qilsanglar ishlab ketaveradi, xudo xolasa. Ayolimga o'rgatib qo'yganman, bemalol men yo'g'imda o'zi qilib yoqib yuradi, bemalol. Qiyin joyi yo'q. Yolg'iz ayollarga yoki uyda qolib ketgan eri ishda bo'lib turib, ishdan kelishini kutib o'tirmasdan turib o'zingizlar qilib yuborsanglar bo'ladi bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, boshqalarga tarqatib qo'yinglar. Kommentariy yozinglar. Ko'plar ko'rsa, ishi oson bitsin deyman-da. Bizga boshqa narsa kerak emas. O'zinglarning duoinglarda bizani eslab qo'yinglar, salomat bo'linglar. O'ylaymanki, hammaga manfaatli bo'ldi. Rahmat.